Jondor lider asosan ko'ruvchilar Instagram obunachilarimiz uchun aksiyani bugun jinnisini qilamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizga obuna bo'lib qo'ygan aka-ukalarimizga har bir avtomashinamizni Instagram nomidan kelsalar, obuna bo'lgan bo'lsalar 200, 300, 400, даже 700 dollargacha kam qilib beramiz. Turli xil maxsus sovg'alarimiz ham bor. Xo'sh, bizda bor avtomashinalar bilan sizlarni birin-ketin tanishtirib o'taman. Navbatdagi birinchi Cobalt-chamiz 14-yil 4.8 ga propan polik chiqol hamma ishlar qilingan. Narxini 7 ming yaxshiroq qilib beramiz. Navbatdagi antikvar Nexia'miz 14-yil 1.6 Lux Concener probegi juda oz. Propan gazda hamma ishlar qilingan, zangi yo'q, даже zangi ham olinmagan. Antikvar bunaqa avtomashina faqatgina Jondor lider asosida bo'ladi. Tan narxi 7 ming. Trekkerchamiz, xo'p, 23 barcha ishlar qilingan. Ko'rov keramika, hadovoy, redline diska, balon, tanlovka ruxsat, 88 dollar antradar, propan 4-paketli barcha ishlar qilingan. 17 ming qo'ydik. Instagram obunachilarimiz uchun kelinglar 16.500 ga olib ketaveringlar. 26 ming probek. Xo'sh, navbatdagi Lacetti'miz holding postimizga ham qo'ydik. Instagram postimizga. Xo'sh, jentra qilingan. Narxini kelinglar 5500 AQSh dollarga beramiz. Hamma ishlar qilingan. Cobalt-chamiz mana, Cobalt-chamiz ham o'tgan safar Instagram postimizga 8200 deb qo'ydik. 18 mexanika antikvar Cobalt-chamiz. Kelinglar Instagram obunachilarimiz uchun 500 dollar kam qilib beraman. Bizga obuna bo'lib qo'ygan aka-ukalarimiz uchun qilib beramiz. Instagram nomidan kelsa barcha avtomashinalaringizni turli xil skitkalar qilib bonuslarimiz ham bor maxsus. Xo'sh, navbatdagi jentramiz hamma ishlar qilingan. 22 mexanika tan narxini 10900 Instagram obunachilarimiz uchun 10.5 qilib beramiz. 10.5. Xo'sh, keyingisi jentramiz qora katta bo'lgan mashinasi. Mana bu rul desam, bar desam, nima ma'rifat qilish kerak bo'lsa, ushbu avtomashinamizga mavjud. Amerikanka Optra qora katta bo'lgan mashinasi. 15 ming AQSh dollar qo'ydik. Kelinglar Instagram obunachilarimiz uchun 14 ming olib ketaveringlar. Xo'sh, navbatdagisi 20 antikvarni probegi juda oz. Propan gazdan bejgar hamma ishlar qilingan. Probegi atigi 3 ming. Narxini Instagram obunachilarimiz uchun 11900 qilib beramiz. 11900. Hamma ishlar qilingan avtomashinamizni. Keyingisi 20 avtomat Darkmon Blue Look ABS hamma ishlar qilingan 40 ming probeg. Propan gazda, kraskalar top-toza. Narxini 14200 qo'ydik. Instagram obunachilarim 13600 ga kelinglar, olib ketaveringlar. 13600. Keyingisi 6000 atigi yurgan 20 avtomat. Eng qizig'i Look ABS'lari bor. Original Amerikanka Optra tanlovka ruxsat desam hamma ishlar qilingan. Narxini 14100 AQSh dollarga beramiz. 14.5 qo'ydik. 400 dollar kamiga Instagram obunachilarimiz uchun faqatgina. Keyingisi xo'sh, mexanika ham antikvarni 20 ming probeg, metan gaz barcha ishlar qilingan. Buni ham 11600 qo'ydik. Kelinglar 11200 ga Instagram obunachilarimiz uchun beramiz. Xo'p, Sparkimiz 22 avtomat, metan gaz hamma ishlar qilingan, probegi juda oz. Xo'sh, narxi 10300 qo'ydik. Kelinglar 500 dollar kam qilib beramiz. 9800. Navbatdagisi ham mana 18 avtomat hamma ishlar qilingan 8.5 qo'ydik. Kelinglar olib ketinglar 8000 AQSh dollarga beramiz. Stravon brend avtomat. Navbatdagisi ham 22 qora hamma ishlar qilingan, kraskasi toza, metan gazda. Narxini 10300 qo'ydik. Instagram obunachilarimiz uchun 500 dollar kamga beramiz. Keyingisi avtomat 22 ushbu avtomatdan 10300 qo'ydik. Instagram obunachilarimiz uchun, bizga obuna qo'ygan aka-ukalarimiz uchun 9800 AQSh dollarga qilib beramiz. Keyingisi labochamiz mana 16-yil hamma ishlar qilingan 5600 qo'ydik. Kelinglar 5400 AQSh dollarga Instagram obunachilarimiz qilib beramiz. Labochamiz mana 25 6000 yurgan, metan gaz hamma ishlar qilingan, polik chiqol. Xo'sh, buni 7900 AQSh dollar qo'ydik. Instagram obunachilarimiz uchun kelinglar 7500 AQSh dollar qilib beramiz. Damasimiz keldi. Navbatdagi Damasimiz o'tgan safargi postimizga 6800 qo'ydik. 20 metan 20 ming probeg hamma ish qilingan. Instagram obunachilarimiz uchun 500 dollar kam qilib beramiz. Xo'sh, ko'pchilik aka-ukalarimiz kimgadir 500 dollar pul bor, kimgadir 1000, kimgadir 2000 pullari bor. Xo'sh, 1000-2000 ga olaman deganlar uchun ham qarang. Birin-ketin aytib o'tamiz. Damasimiz 1000 dollarga chiqadi. Labomiz 1000 dollar. Keyingisi 2000 dollar bilan chiqadi. Sparklarimiz 1.5-2000 bilan chiqadi. Navbatdagi jentralarimiz 1000, 1.5-2000 atrofga chiqadi. Trekkerimiz 2700 AQSh dollar bilan bitta pasport evaziga qilib beramiz. Kelaverasizlar. Bunaqa avtomashinlar faqatgina Jondor lider asosida bo'ladi. Manzilimiz
aytib o'tamiz. Ko'pchilik aka-ukalarimiz manzilimizga adashyapti. Buxoro shaharidan kelaverishda aka-uka restorandan o'tishda ham shunday birinchi qarziga yetmasdan chap qo'lda joylashgan. Qorako'l tomondan kelaverishda Karmashkadan o'tishda ham shunday o'ng qo'lda joylashgan. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Instagram obunachilar uchun faqatgina yaxshi avtomobillarni qo'yib borishda davom etamiz. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'sha mashinani sizlarga o'zimizga bo'lmasa ham boshqa joydan narx holda sotib sizlarga qilib beramiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa bizga aloqaga chiqing. Qanaqa avtomobillar bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi narxga olamiz. Avtomobillar sotiladigan avtomobil bo'lsa, qimmatroq sotmoqchi aka-ukalarimiz uchun tekinga reklama qilib, avtomobilni qo'yib sotib ham beramiz. 3 kun ichida avtomobillar ketmasa, o'zimiz narx holda qancha kelishamiz shu pulni berib o'zimizda qolaveradi avtomobillar. Kelaverasizlar. Bunaqasi faqatgina jondor lider avtosalonda bo'ladi.